Mana shu narxda akalar arzonligi sifatga ta'sir ko'rsatmaydi. Inshaalloh bunisidan xavotir olmang. Sifatiga akalar garantiyasi eng asosiysi har tomonlama akamiz berildi inshaalloh. Ishlariga mahsulotga aka 5 oy garantiya beramiz. 5 oy akamizga 5 oy garantiya beramiz. 2 xil motordan foydalanamiz. 2 xil motor. 2 xil. Ko'pchilik biladi aka, Drabirka olib ishlatib yurgan akalarimiz bilishadi. Bu misli motor Ariol bo'ladi aka. Ariol motor mana Ariol. Misli motor bo'lsa, bunisi Titan motorimiz. Alyuminli bo'ladi bu. Somonni chiqarib ko'ramiz hozir mana. Birinchi o'rinda somon aka, mana. Bir soatda qaynatib beradi. Qozonlarni soat. Endi rasxotini aytadigan bo'lsak aka, o'zimiz bir nima qilib ko'rganmiz. Bir 7 kilo, 8 kilo atrofida ketadi. Hoka bor-ku. Ko'mir emas, hokani o'zi 7 kilo, 8 kilo atrofida ketadi. Shu 300 litrli qozonga. Akalar mol boqishda birinchi o'rinda rasxotni ozligi, keyin daromad ko'pligi. Eng asosiysi aka rasxotni atalab pishirishda aka ko'pchil rasxot ko'payib ketadi. Shuning uchun akalar atalab pishirishda eng asosiysi sifatli mahsulotdan foydalaning. Ya'ni Tayfun garelkalaridan inshaalloh akalar katta sexga yetkazganmiz. Tayfun nomi bilan ish boshlagan. Xudo xolasa akalar Drabirkalari hamma tomonlama mahsulot arzon, sifat yuqori. Eng asosiysi Azizbek akamizdan qo'limizdan kelsa ma'lumotlarni olib berishga harakat qilaveramiz. Inshaalloh bizni kanalimizga eng asosiysi yangi mehmon desak to'g'riroq bo'laveradi aka. Shuning uchun o'zingizni batafsil tanishtirib o'tib ketsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli Sardor blogerda obunachilari. Sardor akamizga chaqirganmiz. Tayfun brendi ostida Drabirkalar, atala qozon, yarelkalar chiqaramiz. Xudo xolasa videoni uzmasdan tursalaring, hammasini qisqacha tushuntirib o'tamiz. Qisqacha ma'lumotni Azizbek akamiz bilan birgalikda akalar ma'lumoti beriladi. Videoni oxirigacha kuzating. Narxlari arzon, sifati yuqori. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yasiz. Sardor aka ishlab ko'rsataylik, chiqarishlarni ko'rsatishdan oldin bir narsani aytib o'tib ketaylik obunachilaringizga. Bizda aka birinchi o'rinda sifat turadi aka. Sifat. Masalan, motorlarni ko'rsatadigan bo'lsak aka, 2 xil motordan foydalanamiz. 2 xil motor. 2 xil. Ko'pchilik biladi aka, Drabirka olib ishlatib yurgan akalarimiz bilishadi. Bu misli motor Ariol bo'ladi aka. Ariol motor mana Ariol. Misli motor bo'lsa, bunisi Titan motorimiz. Alyuminli bo'ladi bunisi. 2 xil motordan foydalanamiz. Keyin aka videoda uzmay turishsa, yangilik chiqarganmiz. Mana shu alyuminli motorimizni kilovat sal pastroqdan chiqarganmiz. U ham narxi ancha pastroq chiqarganmiz aka. Hozir biz narxlarni ham aytib o'tamiz bir qator. Arzon qilibda Drabirka chiqarganmiz. Inshaalloh ishlarimiz bilan ham bir qator tashqari aka mana shu narxda akalar arzonligi sifatga ta'sir ko'rsatmaydi. Inshaalloh bunisidan xavotir olmang. Sifatiga akalar garantiyasi eng asosiysi har tomonlama akamiz berildi inshaalloh. Ishlariga mahsulotga aka 5 oy garantiya beramiz. 5 oy akamizga 5 oy garantiya beramiz. Mana hozir biz mahaviydan foydalanamiz aka. Ko'pchilik listdan qilishadi. Biz mahaviydan foydalanamiz. Bu zavodskiy Jiguli mahaviysi bo'ladi. Hammasi bilan hisoblaganda devorlarga ham qo'yganmiz, 20 bitta segmentdan pichoq qo'yamiz. Shunaqa oqidan ham foydalanamiz. Orasidan ham mana bu yoqda ko'rishingiz mumkin aka mana. Bunisi o't bilan kuydirilgan segmentdan pichoq, bunisi germanskiy pichoq aka mana. Ikkalasidan foydalanamiz. Buni komplektida 3 xil setka bo'ladi aka. 3 xil setkalarni ham ko'rsatib o'tamiz. Bunda somon, poya shunaqa narsalar chiqarsa bo'ladi. Bu qo'yboq qilib chiqarib beradi bunisi. Mayda qilib chiqarib beradi. Hop bunda bo'lsa makkani sotasi bilan maydalangan holatini solsangiz, ko'rim holatda chiqarib beradi. Masalan, to'g'rilarga sepib bersa ham bo'ladi. Bunda u holat keltirib beradi aka. Mana bu setkamiz 2 lik bo'ladi. Un kepay holat keltirib beradi bunisi. Makka bilan bug'doyni solinsa. Inshaalloh tish bilan eng asosiy setkalar bilan tanishtirib o'tyapmiz. Keyingi o'rinlarda akalar sizga garantiyasi 5 oy ichida akalar garantiyasi beriladi. Faqatgina siz tomonidan shikast yetkazilmasa. Inshaalloh akalar videoni so'ngigacha kuzatib turavering. Birinchi ma'lumotlarimiz bular edi. Bundan keyingisi vobshe ajoyib. Endi bu yog'ida akalar atala qozonlarimiz bilan garelkamizni yonishiga baho berasiz inshaalloh. Eng asosiysi akalar, hop, aka qanchada qaynatadi? Aka 350 litrlikda 1 soatda qaynatadi aka. 350 litrda 1 soatda qaynatadi.
Faqat akalar ko'mir hokaga emas, yana boshqa Tezayga yoqsa bo'ladi aka buni. Tezay ham yoqishar ekanda. Tezayga ham yoqsa bo'ladi. Hozir o'chirib turamiz aka. Ovoz alaq qilyapti. Ovoz alaq qilyapti. Yonishiga ham bir e'tibor beray. Buni aka tushuntirib beradigan bo'lsak, oddiy tokda ishlaydi. Bu baland tok olmaydi. Past tokda ishlaydi. Shu 12 kilovat degan nimasini bu yerda past baland qiladiganlarigacha bor aka. Mana ligirovkalarigacha. Ligirovka masalan past baland qilib xohlagan nimaga qo'yib yoqsa bo'ladi. Eng balandida aka 1 soatda qaynatib beradi. Masalan, hozir bu 300 litrli bo'lsa, burasi 300 litr, 350 litrli qozonlar. Mana 300 litrlikda o'rtacha 1 soatda qaynatib beradi. Qozonlarni soat. Endi rasxotini aytadigan bo'lsak aka, o'zimiz bir nima qilib ko'rganmiz. Bir 7 kilo, 8 kilo atrofida ketadi. Hoka bor-ku. Ko'mir emas, hokani o'zi. Hokani o'zi 7 kilo, 8 kilo atrofida ketadi. Ana shu 300 litrli qozonga. Keyin aka yana bitta nimasi, ko'pchilik yalilka qiladi aka. Biz listdan qilmaymiz. Qalin bir kamida 1 santimetr atrofida chiqadigan 400 li trubada bu aka. O'sha drabirkamizga ishlatadigan qalin trubadan qilamiz. Og'irligi ham juda ham og'ir bo'ladi aka. Listlari ham qalin bo'ladi. Xudo xolasa bu narxiga hech qanaqa ta'sir qilmaydi akalar. Xo'p, eng asosiysi akalar, hamma narsa oldin pichoqda o'zing yur, keyin boshqalarga degan. Sifati tekshiriladi, keyin ommaga taqdim etiladi. Shunaqa. Birinchi o'zimiz tekshirib, qo'lda yoqib ko'ramiz aka. Keyin o'sha xalqqa tayyor qilib beramiz. Keyin atala qozonlarimiz aka. Bu yerda hozir aka zakazga qilib beryapmiz, ulgurmay qolyapmiz. To'g'risi aka. Hozir buni ham egalari bor, bularni ham chiqarib yuboramiz. Yasaganimiz sotilib ketib qolyapti. Hozir bu yerda aka 280 litrli. 280 li. Ikkalasi ham 280 litrli zakazga qilib beryapmiz. Bunisi 350 litr. 350 litr. Narxlarni ham bir qator aytib o'tib ketaylik aka. Siraz aka tanishtirib Siraz aytib o'tib ketaylik. Xo'p, bu 350 litrlikda 1 million 100 ming deyapmiz aka. Dastavkasidan tashqari. Dastavkasidan tashqari. Dastavkasini kelishgan holatda masalan yaqin atrofga bo'lsa 50 ming, 60 ming qo'shilib qolar. Uzoqroq joyga bo'lsa 100 ming, 150 ming qo'shilib qolar dastavkasiga. Bularda 900 mingdan sotyapmiz aka, 280 litrlikda. 200 litrligi bor, uni 800 mingdan sotdik aka. 800 ming so'm. Ha, mana shu yaqin atrofga bo'lsa, yana ham kelishtirib qilib beramiz aka. Xudo xolasa. Siz obunachilaringizga aytilgan narxlarda beramiz aka. O'tib beriladi. O'tib beriladi aka. Inshaalloh o'tib beriladi. Bonus qilib beramiz siz obunachilaringizga aka. Bonus bor. Eng asosiysi dastavkasiga qarab akalar yana bir qator kelishilaveradi. Garelkamiz aka 1 million deyapmiz, dastavkasidan tashqari. Dastavkasidan tashqari. Yaqin atrofga bo'lsa 50-60 ming qo'shilib olish mumkin dastavkasiga. Uzoqroq joyga 100 ming, 150 ming qo'shilib olish mumkin. Azbek aka, shuni ikkovini qo'shib olsa, bonus dastavkasini uzoqroqqa qilib beramiz aka. Bonus dastavkasi, masalan, atala qozon bilan garelka birga yuradi doim. Shuning uchun xuddi shunday ikkovini qo'shib olsa, dastavkasini uzoqroqqa qilib beramiz. Qilib beramiz, tekin qilib beramiz aka. Tekin qilib beramiz. Tekin qilib beramiz. Mana shu narsa ham. Xo'p, atala qozonimiz 280 litrli, xo'p, 350 litr. Aka, buni zakazga qarab 100 litrdan 1 tonnagacha qilib beraveramiz. Qilib berilaveradi. Zakazga qarab aka, zakaz qabul qilinaveradi. Shunaqa. To'rtburchakni qilib beryapmiz aka. Hozir bu yerda sotilib ketib qoldi. To'rtburchak variantini qilib bering deyapti. Mana shu hozir buni o'chog'i bilan qilganmiz-ku. Bunda shuni to'rtburchak o'choqsiz qilib bersangiz ham olishyapti aka. Zakazga qilib beryapmiz uni. Zakazga qilib beriladi. Dastavkamiz O'zbekiston bo'yicha aka qilib beramiz. Respublika bo'yicha dastavka xizmatlari bor. Aka dastavka. Ha, xudo xolasa endi faqat xudo xolasa sizdan o'gina, bizdan bugina degan. Yo'qsa atala qozonlarimiz bir qator tanishtirdik. Bundan keyingi holatlar drabelkalarimizga o'tamiz. Sardor aka, buni chiqarishdan oldin birinchi narxini aytib o'tib ketaylik. Hozir aka bizda 3 milliondan 3,5 milliongacha bor edi. Drabelkalarimiz, alyuminli motorimiz 3 million edi. Misli motorimiz 3,5 million edi. Arzon qilib bering deydi aka, 2 million 600 mingdan chiqardik mana shu drabelkani aka. 2 million 600 mingdan. 2 million 600 mingdan chiqardik. Chiqat o'zgarmagan. Motorini kilovatcha pastroq bo'ladi. Ichiga listdan qilganmiz. Qalin listdan. Boya nimani ko'rsatdik aka mana. Mahaviyni ko'rsatdik-ku. Buni ichiga bunaqa mahaviy qo'ymaganmiz-da, listdan qilganmiz. Mana ichini ham ko'rsatib o'tib ketaylik aka. Mana bu ochilishni ham ko'rsating aka. Ochilishi qulay. Mana bitta harakat bilan ochiladi aka. Mana yayka boltdan emas. Bitta harakat bilan ochiladi mana aka. Ключ bilan bo'shatib o'tirdi bas. Mana ortiqcha harakatlardan xoli akalar. Pichoq holati o'zgarmagan. 20 bitta pichoq bilan jihozlangan bu aka. Mana mahaviyda o'rniga qalin listdan foydalanganmiz aka bu mana bu. Ha. Sihat o'zgarmagan. Motori o'sha hamma bilgan Titan original motor, faqat kilovat 3,5 kilovat bo'ladi. Buni 2 million 600 mingga chiqardik aka.
2 million 600 ming so'm aka. Arzondan qilib beringlar ko'pchilik aytdi, 2 million 600 mingdan chiqardik. Endi 4 kilovat 3000 оборотda ishlaydigan motorimiz bo'lsa aka mana. O'sha mashin motorimiz mana. Bunisi hozir misli, rangidan farqlashsa bo'ladi mana. Zeleniy svetda bo'ladi misligi. Bunisi alyuminiy, hozir qop kiydirib berganmiz mana. Mashin motorimizni 3 million so'm qilib beryapmiz. 3 million. Xolasa yumalak varianti, xolasa to'rtburchak varianti. Misli motorni 3,5 milliondan qilib beramiz. Siz obunachilaringizga siz nomingizdan chiqsa aka katta chegirma qilamiz, xudo xolasa aka. Inshaalloh aka chegirmasi bilan bo'ladi. Albatta, dastavkalar bilan. Bo'lmasa aka, mashinani ham ishlab chiqarishlarni ko'rsatib beraylik aka. Ishlashlarni bir qator ko'rsatib o'tib ketaveramiz. Bular bilan bir xil hammasi. Bu yerda hozir tayyorgarlik qilib olganimiz sababi aka, setkalarni almashtiriladi-da. Bundoq setkali holatda Vaqtdan tejash. Vaqtdan tejash uchun maqsad aka, vaqtdan obunachilar vaqtini olmaylik. Bu yerda hozir somon press bilan yeryong'oq press bor. Shuni chiqarib beramiz aka. Xudo xolasa ko'zingizni Bundan chiqarib beramiz. Bunda aka mana bu yerdan ko'rsataylik, makkani sotasi bilan chiqarib beramiz. Ko'rim holatda. Makkani o'zi ham sotasi bilan chiqarib beriladi. Bunisida makka bilan bug'doyni aralashmasini un kepak holatda chiqarib beriladi. Un kepak holatda chiqarib. Hammasi bitta vazifa bajaraveradi. Draberkalar universal aka. Qo'li quruq tanlamaydi. Yo'qsa ketdik. Hozir boshlaydi yo'qmi? Ovozlariga ham e'tibor berib qo'yamiz aka. Ovoz vibratsiya pastroq. Shunisiga ham e'tibor. Chiqarib ko'ramiz hozir mana. Birinchi o'rinda somon aka, mana. Kishiga e'tibor bering, обороtiga akalar har tomonlama bu holatda universal. Inshaalloh. Mana. Yer yong'oq press olyapti aka mana. Somonni aka mana maydalab tashladi. Mana aka somonni holati. Xudo xolasa terib qilsangiz bundan hech qachon mushuk chiqmaydi. Shunga ham e'tibor bering, mushuk chiqmaydi. Buni biz yer yong'oq press. Bo'ladi aka. Ishlash jarayonlari akalar ko'rildi. Mana hop ustidagi yer yong'oq, ostidagi somon. Xudo xolasa chiqarishlarni ko'rdingiz. Bunaqa holatda mushuk chiqarish hayvon endi qo'pol qaytganda qo'yga hozir aka mana Sardor aka bu qo'yga mana mana shu holatda shunaqa mayda holat keltirib berdi aka bu mana. Maydaligini ko'ryapsizmi aka? Bu qo'ylar uchun. Agar setkasini olib chiqarishsa aka, bundan sal yiroq chiqaradi, molga bersa ham bo'ladi uni. Molga bersa ham. Olasa mana shu molga bersa ham bo'ladi. Lekin bu aka molga uvolda bu aka sal yiroq edi-yu mol. Bu qo'y uchun aka bu mana. Mana shunaqa yirik holatda shunaqa holat keltirib berdi. Bu o'sha arzon draberkamiz. Ichkati o'zgarmagan. 2 million 600 ming so'm. 2 million 600 ming so'm. Dastavkasidan tashqari. Dastavkasi tekin aka ichida buni dastavkasi. Dastavkasi ichida. Dastavkasi aka O'zbekiston bo'yicha tekin qilib beramiz buni dastavkasi. Respublika bo'yicha dastavkasi tekin aka. Bundan tashqari aka bizni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan ham ko'rishadi-da. O'sha akalarimizga ham kargo orqali yetkazib beramiz aka. Kargo orqali. Ular ham telefon qilishsa, kelishli holatda yetkazib beramiz. Dastavkasigacha qo'shilib oladi-yu uzoqroq bo'lganligi uchun. Inshaalloh. Yo'q. Endi aka bunisini mana yonboshlaydigan variantida bu. Hop, mis motorlimiz aka. Bunisi mis motorlisi aka, buni mana aravacha qilib yetalab chiqarsa ham bo'ladi buni. Qulayliklar hammasi bor. Ha. Yetalab yursangiz, masalan, molxonani u tomondan bu tomonga, masalan, kimdir aka bitta joyga qo'yib chiqaradi. Bunga mana shu varianti yaxshi. Kimdir ko'chirib yuradi. Shunga mana aravacha qilib yetalab bemalol yursa bo'ladi. Bundan tashqari opa-singillarimiz chiqarishadi. Hali ukalarimiz ham chiqarishadi. Mana shunaqa holatda ham chiqarsa bo'ladi. Yonboshlagan holatda aka mana. Mashalloh. Biroz yonboshlagan holatda chiqarib beramiz mana shu variantni. Xo'p, yo'qsa hammasi akalar qo'yga setkasi orqali ko'rsatib o'tib ketiladi. Chiqish jarayonini Xudo xolasa ketdik. Ovozi ham e'tibor berasiz. Avvalo qolgunchaki yoqqandaki 5 sekundga tashlanadi. Aborot oladi 5 sekund. 5 sekund. Ha, 5 sekund akalar aborot olishga sabr qildi. Aka shuni hashav ostida bo'laveradi. Chiqarib. Mashalloh. Ana sizga akalar gradiyentlar. Ham arzon, ham sifatli, ham imkoniyati keng variantlar so'ragan ko'kalar uchun zo'r imkoniyat. Tomon birinchi o'rinda. O'chiruv. Tomon. Aka bu ham bir xil mana ikkalasini. Kuchini ko'rdingiz. Bu o'sha 3,5 million so'mligi.
3,5. Bu 2600 milligi. Hozir alyumin motor 3 millionligida aka Makkani sotasi bilan ko'rim holatda chiqarib beramiz. Hozir shamol bo'layotganligi uchun qop kizib berganmiz, uchib ketmasligi uchun. Ikkalasini birdan yoqamiz aka mana. Motorni kengligiga e'tibor berasiz mana. Motorni kengligi. Qo'yamiz mana. Bitta odam sotib katta, orqadan so'z ketaveradi. O'zi avtomatik ketaveradi. Mana ketdi, buni yoqamiz. Bu yerda sotasi bilan qattiq bo'laveradi. Ishlashlarga baho beraveradi. Xudo xohlasa, agar siz holatni hozir ko'rsatib bering. Motorning quvvatiga qarab aka, hammasi xudo xohlasa agar inshaalloh 5 oy garantiyasi beriladi. Imkoniyat keng. Har zamon xohlasangiz bu shaklda, xohlasangiz bu shaklda. Farqi yo'q. Zakasingizga qarab ishlab berilaveradi. O'tirib. Quvvatiga ham motorni zo'r bahoni berib ketasiz. Aka hozir bitta ko'ramiz endi. Qanaqa chiqardi, qaysi holatda chiqardi. Mashalloh. Un holatiga olib kelib tashlagan aka. O shamolda uchirib yuborardi-da aka buni. Mana. Mana bunisi aka. Bug'doy bilan Makkani aka holatda chiqarib un kepak holatiga olib kelgan. Kilosepkada. Mashalloh. Buni akalar atalaga aka, ana atala qozonda atalaga qo'shib aralashtirib bersa zo'r bo'ladi aka bu. Mana bunisi ko'rim holatda. Buni tovuqlarga sep bersa ham bo'ladi, xolasa qo'yga bersa ham aka zo'r hazm bo'ladi-da bu, tez hazm bo'ladi qo'ylarga. Butun holatdan ko'ra mana shu maydalangan holatda berilsa, qo'ylarga ancha oshqozoniga yengillik bo'ladi aka. Yengillik bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Akalar, shunisiga ham e'tibor bering. Keyingi o'rinda to'q holatda saqlash muddati ham ko'proq bo'ladi. Shunaqa. Birinchi o'rinda akalar kavish qaytaruvchi hayvonda oshqozonda doim ovqat turish uchun shulg'a beriladi. Shunaqa. Shulg'a berilishi maqsadi akalar namni o'ziga tortib ko'proq saqlab turadi. Bu ham xuddi shunday xususiyatga ega. Xo'p, aka, buni narxlari bilan boshqatdan tanishtirib o'tib ketaylik-da. Endi ko'pchilik narxlari mana hozir 2,600,000 mingdan 2,600,000 so'mdan bunisi 2,600,000. Bunimiz 3 million so'm. 3 million so'm. Bunimiz 3,5 million so'm. Xo'p, alyumin motorlimiz 3 million. 3 million so'm, mis motorlimiz 3,5 million so'm. Endi kilovatini ham aytib o'tib ketdik aka, mana hozir buni kilovati 2,600,000 deyotganimiz kilovati 3,5 kilovat. 3,5 оборотda ishlaydi. 3000 оборот. Ha. Bu ikkalasi hop 4 soni ham bir xil. Narxi o'zgarmagan kishi yoki boshqa yeri 21 ta segment pichoq bilan jihozlangan bo'ladi. Hammasi o'zgarmagan. Ikkalasi 4 kilovat 3000 оборотda ishlaydi. Alyuminligi ham, misligi ham. Tokka qarab maslahat beraveramiz. Telefon qilishsa, masalan, bir xilga joylarda 170, 160 ga tushib ketadi tok. Asha joylarga alyuminli motorni tavsiya qilamiz. Masalan, toklar 190, 200 dan baland bo'lsa, misli motor tavsiya qilamiz aka. Tokiyalarga qarab maslahat qilishsa, biz qaysi birini ishlatishni bas nima qilib. Drabilkalarimizga aka dastlabki xizmati O'zbekiston Respublikasining barcha hududiga bor. Xudo xolasa akalar telefon qilib aloqaga chiqaverasiz, laykni bosib yaqin birodarlarga mana shunday chorvasini oson yo'nalish bilan boqaman deydigan akalarimizga tashab tarqatib turasiz. Xo'p, xolasangiz bu shaklda esa berishadi. Xolasangiz bu shaklda. Farqi yo'q, shaklini yonboshlasa ham, yonboshlab chiqarsa ham bo'ladi. Mana shuni imkoniyat ko'proq aka. Menga yoqqan tomoni imkoniyat. Qaysi biridan desa aka, xohlasa mana shu to'rtburchak variantga ham aka, g'ildirak qilib beraveramiz aka. Mana shu ikkala oldiga ikkita baloncha qo'yib beramiz. Buni hozir bu yerda sotilib ketib qoldi-da. Oldiga ikkita g'ildirak qo'yamiz, buni ham yetalish oson bo'ladi. Narxi o'zgarmaydi. Narxi o'zgarmaydi aka. Narxi o'zgarmaydi. O'zbekiston bo'yicha tekin aka, puliga alohida qo'shilmaydi. Bundan tashqari biz Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonga ham kargo chiqaramiz. Aloqaga chiqsa bemalol qilib beraveramiz aka ularga. Xudo xolasa, yo'qsa yasalish jarayonlarini ham bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz aka. Bu yog'ida endi akalar xudo xolasa bitmagan holati mana qanday shaklda tayyorlanadi. Hammasi aka bu tomonda bitmagan zakaslar inshaalloh tayyorlanyapti. Xudo xolasa. Xo'p, atala qozonlarni ham zakas qilaverasiz, drabilkani ham zakas qilaverasiz. Telefon qilishga shoshilavering. Arzon, sifatli, qulay mahsulot. Mana bu yerda ko'rsataylik-da qismi. Qalin toruzli turbadan qilinadi aka. Salkam 1 sm chiqadi o'lchaganimizda. Mana yupqalisdan qilinmaydi aka. Yana bitta misol. Xuddi garelkaga ishlangan mahsulot,
Bunga ham Bunga ishlatiladi aka. Ha, Buni nimaga? ichida aylanish ko'p bo'lganligi uchun aka, ishqalanish ko'p bo'ladi. Qalin narsa qo'ymasangiz bu yilib ketib qoladi-da. Xavfsizlik birinchi Bu o'rinda. aka, masalan biz 5 oy kavolat beramiz. Bu 5 yil, 10 yil uzoq ishlayveradi aka, xudo xolasa bu narsa. Inshaalloh aka. Xudo xolasa Bularda konteyner listdan foydalanamiz aka. Mana bu to'rtburchak listimiz bo'lsa, yangi listdan foydalanamiz aka. Yangi listdan ishlatiladi. Bu yumaloq variantiga o'sha konteyner listdan foydalanamiz. Bular ham yupqa emas, qalin bo'ladi aka. Sifatiga aytyapmiz, 5 oy kafolat beraveramiz. xotirjam. Xotirjam. Hop, inshaalloh bu maket tuzilishi bir qator tanishtirib o'tdik. Bu tomonida yana tayyor bo'layotgan yangi mahsulotlarimiz. Inshaalloh akalar, yaqin birodar. Eng asosiysi akalar, bu ishda ko'proq svarka rol o'ynaydi. Shuning uchun svarchiklar akalarimiz ham haqiqiy mutaxassislar. Qo'rqmasdan murojaat qilib aloqaga chiqaverasiz. O'ylanib o'tirmang. Haqiqiy inshaalloh dastavkalari, bonuslar Sardor bloger kanalidan chiqyapmiz deysa, Azbek akamiz albatta bonuslar qilib beradi. Obunachilaringizga xudo xolasa aka, zo'r nima qilib chegirmalar qilib beramiz aka. Siz nomingizga aloqaga chiqishsa. Inshaalloh akalar, xudo xolasa chegirma bonuslar albatta bo'ladi. Lekin materiallariga bir qator e'tiborni yaxshilab beraveramiz.